alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xush kelibsiz Halol bozor kanaliga. Svitamen mol bozoridan navorni boshladik hozir. Mana birinchi sigirimizni ko'rsatamiz. Sigir hali savdo bo'lmagan. Nechta sut beradi? 10 litr suti bor. Balasini olsa. Бародарони тоҷик тамошобин барои шумо маълумот медиҳем. Бачаш буқача далее тершидора холи савдо накарда истодаам. Keyingi sigir o'tamiz. Bu ola sigir. Boyloq degansi. Assalomu alaykum. Balasi mana o'g'in hojin. Binasi bor. 25 ming so'm savdo qilishyapti. Balasi 1,5 oylik, 2 oylik buzov. Onasi ikkinchi tug'ish. Buni qancha qilyapti bola? 18 ming so'm savdo qilyapti. Suti 6 litr, 7 litr beradi. Balasi 10 ojina? Balasi 10 ojin. Baradorang tojdan so'rayman. 6 litr shirdorat. 18000 savdo qiladigan. Bachash 10 Keyingi sigir o'tamiz azizlar. Bu qancha qilyapti to'g'ri? Qancha qilyapti? 18 Balasimi? Balasi urg'ochi 18 ming so'm savdo qilishyapti. Suti bormi? 5 litr suti bor. Qancha qilyapti? 20 ming. Balasimi? Nechta sut beradi? 5 litr suti bor ekan, 20 ming so'm savdo qilyapti ekan, balasi 10. 5 litr suti bor, barchasi 10. Go yakun yo duyimzoy. 100,000 so'm savdo qildi. 27 ming so'm savdo qilishgan. Balasi 10. 7-8 litr, 9 litr sut beradi. Biz 1000 so'm savdo payidamiz. Barchasi 10. Go 8 litr sut beradi. Sevim yo chorimzoy. 4-chi tug'ish 10-12 litr sut berar ekan, balasi 10. Go chorpalla. 30,000 so'm savdo qiladigan, barchasi 10. Da 12 litr shirdora. Go yandarsoy. Savdoy janjalno. $35 ming so'm savdo qilyapti ekan. Balasini olsa 10 litr hozir sut beradi. Yangi tuqqanda bir 20 litrgacha chiqarish mumkin. Balasini olsa. Sipancha so'm savdo qiladigan, barchasi buqacha. Данный момент дали это шидора. $30 ming so'm savdo qilishyapti ekan. 10 litr sut berar ekan, balasi 10. Nechinchi balasi? 3-chi balasi ekan. 3000 so'm savdo qiladigan, barchasi 10. Dalее tershidora. Chorimzoy. 31 ming so'm savdo qilishyapti ekan. Hozir tanlama bir tomonidan ikkita soskasidan 10 litr sut olishar ekan. Balasi 10. 31 ming so'm savdo qilishyapti. 3000 so'm savdo shida. Barchasi 10. Xudigo 3000 so'm savdo shida. Ocha-bacha. 10 litr sut berar ekan, balasi 10.
Sigir yana qo'chgan 2 oylik 29500 so'm savdo qilyapti ekan. Arzon bo'lsa like bosib ketinglar. Barodarim, ochavacha 20000 so'm qancha so'm savdo qiladi? Go daliter shidora. Ha, shuncha. Bacha shuncha. Ha, reklama. Narxini 32000 so'm savdo qilishyapti ekan. Suti 10 litrga yaqin sut bersa kerak. Yosh mol, birinchi balasi yoki ikkinchi balasi. Mana balasi. Sido 1000 so'm savdo qilishdan savdo hozir napazi rus testoda. Go to daliter shirmetiyat bashkiram. Yaqin yo dinzo. Go yaxshi. Qirq ming so'm savdo qilyapti ekan, balasi unojan 25 litr sut bor. Halol bozor. Halol bozor deydi. Halol bozor deydi. 25 litr sut bor ekan. Chilisi 1000 so'm savdo qilishdan 25 litr shidora bacha so'noncha. Jasur. Goy ferma udasi. Sigir Galanski palasi 10 ojan 25 litr sut berar ekan. 48000 so'm savdo qilibdi, berishmabdi. Mol juda katta mol. 28000 so'm savdo qilgan Nadodan. Nadodan Megan 25 litr shirdodan. Goy Galanski. Narx kutdik.